Привет, почему в зал не ходишь? Ну, ты видишь вокруг, что творится. Зал, когда выходить мне? Зал, когда идти? Видишь вокруг, что творится? Вокруг шумиха такая была. Вообще невозможно было пойти куда-либо. Munisa haqida intervyu qilaman degandi siz bilan yarashib oldi. Siz shunaqa hayotda yashaysizki, hali jinni ketdi hayotingizdan, hali po'qingizni artgani, kesakka artayotganingizdan, hali gnoizmga to'planib qayerga chiqarishni bilmasdan deb jelchingizni meni Instagramimda chiqaryapsizmi? Qo'ying, anaqa ro'za Ramazon kunlari baxtli hayot kechiraylik. Mana qizimni qarang. Qizim sasib ketibdi. Kecha cho'miltirganman, ana gaplash. Gaplash qizim. Gapir. Xalq bilsin dardingni, gapir. Gapir qizim. Mana u yoqqa qara. Mana u yoqqa qara. Gapir qizim. Gapir. Gapir qizim. Apa mujik voy qiziyam olib kelganmisiz? Ha, o'g'limni ham olib kelganman. Pastda divan tagidan chiqmaydi to'lka. Meni qizim, bo'la, qizim. Mana o'g'lim. Ke, papijon. Voy, suvoy ko'tarib yuribdi. Qarashni qiling. Dardi nima uni? Qo'toq dardi. Eri yoqmay olib kelib ketdimi? So'g'lab ketdimi? Как вам Стамбул? Люблю Стамбул, мне так нравится, боже мой, я здесь свободна, я здесь королевская, я здесь просто огонь чувствую. Короче, сегодня Laylatul Qadr kechasi ekan. Bugun biz dugonam Nihol bilan Niholga iltimos qildim. Nihol reklama pullari to'planib qoladi, ehson chiqarmoqchiman. Shu desangiz, bugun erta ehson bilan zanimatsiya qilaylik dedim. Bo'pti dedi. Bugun ovqat tarqatamiz, bugun osh tarqatamiz, xudo xolasa. Ertaga produktlar olib borib beradi qiynalgan oilalarga. Bugun shu bilan shug'ullanamiz. Universitetda tursam, vaqatini Shunaqa gaplar, qanaqa biyodavki ichasiz. Men unaqa harom qarish narsalar ichmayman. Men to'lka даже kasal bo'lsam ham dorilar ichmayman asoba. To'lka men operatsiya paytlarida antibiotik ichaman, a tak yo'q. Men sizni juda qattiq hurmat qilaman, rahmat. Voy, bitta fake account ochib olgan kimdir. Shu iloji bo'lsa-yu jalba tashlab blok qildirib yuborsam. Hamma yo'qqa reklama 100 ming, reklama 100 ming. Qanday qilib qaysi kalla bilan sizlar fake accountga reklama berasizlar? Hayron qolaman. Bоже мой, hamma menga yozib yotdi, fake accountda reklama turibdi, 100 ming siz ham shu qilyapsizmi shuni deb. Uzun boraveraman men nima deb. Kim? Hayır. Men ham. У вас виза вышла? Нет, оказывается, erta borib qo'yibmiz. Оказывается, выходной kunlari hisoblanmas ekan, только будние dni hisoblanar ekan. Приветик, привет. Munisa bilan yarashdingizmi? Da biz urushganimiz yo'q. Nimaga yarashdingizmi? Urushdingizmi, to'g'rasizlar? Виза нет. Виза только завтра или послезавтра выйдет. Оказывается. Manga yo'qmi, opa? Manga yo'qmi, opa? Sizga? Sizga nima bersam ana? Chiqmasa senga nolat, chiqarmasam menga nolat. Qonli katta boylarga bor, qong'iragan soylarga bor, sochi uzun qizlarga bor, chiq. Chiqmasa senga nolat, chiqarmasam menga nolat. Qonli katta boylarga bor, qong'iragan soylarga bor, sochi uzun qizlarga bor. Bo'ldi, ana sizga. Красивый сексуальный фигура. Спасибо. Salom opajonim, salom. Kasal nima bo'ldi, yaxshimi? Voy, vashshi. Xalq 45 ming dollar to'plab berdi. Operatsiyalarga, biletga, hech narsaga pul ishlatgani yo'q. 45 ming dollar yonida bor, yomon bo'ladimi? Baxtli hayot kechiryapti. Shikardosskiy apartamenты снимают, королевский.
Endi kasal odam sal skromniyroq olsa ham bo'laverardi-yu. Lekin tam pizdets, bilan vashshe apartamentlar olishib, baxtli hayot kechirishib, hech narsaga o'ziga yo'q demasdan maza qilib yashashyapti. Rezident Novosibirskdan da 45 ming dollar bor odam yomon bo'ladimi? Yaxshi, конечно, go'zallikda. İstanbul'da qayerda yashayapsiz? Biz Shishlidan. Keling mehmonga. А это ее увезли уже? Жасмин, ты великолепная женщина из... Apa qanaqa ovqat O'shanda привет. Ma, tushunmasdan oldin ovqat qilib. Ovqat qilarkanmish. Hammasi siz tufayli bo'ldi-da. Voy qo'ying. Unaqa demang, sochingiz yulishib oladi. Unaqa demang. Hammasi boshqalar do'ring, mayli. Meni gapirmasa ham mayli, menga благодарность bildirmasa ham mayli. Hech narsa odamlar bilsa bo'ldi. Gapirmanglar unaqa Jasmin qildi deb sochinglarni yulib oladi. Assalomu alaykum, Sitora Farg'onova. Haqiqatdan gapirganingiz to'g'rimi? To'g'ri. Hamma biladi to'g'riligini. Bilaman, sezasan. Men prosta aytdimki, borganimda oxirgi marta ko'rganib borganimda aytdimki, siz tursiksiz yotibsiz, yalang'och yotibsiz. Hammaga video suhbat qilgani beravermang. Hamma video suhbat qilavermasin. Tursigingiz yo'q. Men oldimda ham oldi ochilib ketadi, teskari qarab mana qilib ustini yopib qo'yyapman. Endi har xil vaziyat bo'ladi. Olavermang desam, achchig'i keldi menga. Mayli, o'zi biladi dedim. Men sizni videoga olgani kelganim yo'q, prosta ko'rgani keldim deb ko'rib video olmasdan chiqib ketdim. Qadi videoga oldiravermang desam, ataylab xuddi menga atay qilgandek battar videolar suhbat qilib qo'yishyapti. O'zlaringlar bilasizlar, men vazifamni bajarib qo'ydim dedim, bo'ldi. Qo'limdan kelgancha yordamni qilib qo'ydim, yetarli darajada dedim, chiqib ketdim. Жасмин характери зорда. Жасмин, вы какого года? 84-го. 31 марта мне будет 41. Bilaman, sezasan. Ana, o'lgur to'rtburchak g'alat narsani yoqib qo'yinglar, qilib gapirib tursin. Haqiqatchi ekansiz. Boja moy, haqiqatni gapiraman desam, bu dunyo ontar-tontar bo'lib ketsa kerak. Har kimda Instagramda ko'rib turib, bu yaxshi odam, bu yomon odam. Shunaqa yaxshi bola ekan, shunaqa yaxshi bola ekan demanglar. Bitta bolani anchadan beri kuzatardim, har doim so'kardim. Da blять zaybal уже deb so'kardim. Shu bolani menga 2 kunmi, 3 kun oldin videosi keldi. Haligi videoni ko'rib, yoqam ushlab qoldim. Onam kasal, oilam kasal, dadam kasal, pulimiz yo'q. Menga hech kim pul bermayapti, yordam beringlar deb yurgan bola. Eskort bolalarga $100 berib siktirib yurar ekan, представляете? Endi bu mana oxirgi peripiskalarni o'qisam, bitta bola topdim, ashim bilan birga 2 kishi bo'lib skiylar $200 beraman deb yuribdi ekan, uyalmasdan. 9 yoshdan beri ko'tinib berib yurar ekan. Videolariga kirib qolsangiz, astag'firulloh, yo Alloh, roza tutyapman, yo Alloh. Mana kecha siktirdi roza paytida. Kecha siktirdi. Kechagi peripiskalari ham bor. Kecha sikiyotgan videosi ham bor. Представляете? Вот как верить после этого odamlarga? Rejissyorlar bilan nima bo'ldi? Qaysi rejissyorlar bilan? Qarshi men sizlarga bitta narsani tushuntirib o'tib ketay. Xudo urgani shundanda. Ahad Qayyum,
Sabrinani urib ketgan qiz, uni rejissyori hammasi ashu Star House'da ishlashar ekan. Star House'da rejissyor video siymat qilar ekan, Ahad Qayum reklama qilar ekan, u qiz ambasador ekan. Polностью reklama qilaman. O'tda Chechenka ham bor, Amirxon bor edi. Amirxon kechirim so'rab chiqdi. Kechirim so'rab chiqdi. Men videolar qo'yganimga o'chirib tashlang dedi. Men video qilib chiqaman dedi. Buni video qilib berdi. Men kecha qo'yib qo'ydim. Qarochi hammasi bor, lekin u Star House'dagi o'sha aytilayotgan uyni nimasi hali ham chiqqani yo'q. Nima edi? O'la esimdan chiqib qoldi. Kadastr hali ham chiqqani yo'q. Lekin u Ahad Qayum hali ham reklama qilib o'lib yotibdi. U Ahad Qayum nimaga reklama qilyapti desanglar, unga ikkita uy, ofis podarka qilgan Star House. O'shuning uchun reklama qilib yotibdi. Shuncha xalq aldanganiga, shuncha xalqni kidat qilganiga mana Xudo urib qo'yib, endi hali ozda